2018-yilgi mashinani oppoqligiga qaraganda mashina yomon emas. Kraska detallari bor ekan. Yengil jigar, lekin mashina narxi sizga qizig'i $13,900 ga. 2.2 dizelli motorda Kia Carnival. Endi ichlarini ko'ring, ichlari ham vidlar. O'zlari minib yurishgan mashinasi edi ekan. Ba'zi sabablarga ko'ra sotishib va 13.900 ga qo'ydirdi. Tem bo'li 15.000 emas. Shunga ham ahamiyat berib qo'yasiz. Faqat maqsad sotish, обналичить qilishlik uchun. Kutish yo'q, faqat sotish. Telefon qilib ko'ring egasiga. Titanium nikel diskalarida 5 kulchovoylar, nikel ruchkalar, elektronniy eshiklari bor. Ichini bagatiligini qarang. Mana atamankalari ham chiqar ekan jiga. Atamankasi qanday chiqadi? Atamankasi ham mana bu qarang. Atamankalari bu уже чего стоит. Bu karnivallarda ancha-unchasi yo'q bunday narsa. Elektrический повышение сиденья. Polilar taydagi plyonkalar qarang turishini. Hatto zavodskoy polida turib, zavod poli ham titrilmabdi. Ichlarini, o poli pedallarini qarang. Skotchlarini va ichlarini, multirul va 204 ming probeg, monitorlar, video registratorlar, push start, dozonniy klimat kontrol, обдув подогрев сиденья, подогрев руля, auto hold. Voy, mashina yomon emas akalar. Karnivallarda ichida yaxshi sostena, toza sostenalarda deb aytsam bo'lsa kerak. Ikkinchi rat, uchinchi ratlari ham, orqa shtorka, orqa podogrev sidenalari ham bor. 13.900 ga shoshilib qoling deb aytaman, chunki mashina yomon emas. Ya'ni bir qator tekshiring. Mashina vidlari bor, salonlaridagi hidlari va o'ziga yarasha jildizida bor. Ya'ni elektrobagaj, LED stoplarda Carnival 13.918-yilga.